Bismillahirrahmanirrahim. Ketdiyse bu. Türklerdi magazininden oydum bu iş. Türklerdi magazininden. Fransiyada, Germaniyada Türklerdi magazini bak halal go'sht satardı. O'sha yerdan oydum buni. Korobkani uchun bitib qo'ysan degan savollarga az shamol bo'lib turibdi-da. Gaz balonu yandan bir yandan shamol bo'lib turibdi. Shuning uchun korobkani qo'yib qo'yibman. Shamol bo'lsa, korobkani qo'yib pishirasiz. Bo'lmasa ovqat pishirib bo'lmaydi. Mashina ichida pishirsangiz sasib ketadi. Kuzatib boravinglar. Hurmatli kanalimiz obunachiları, go'shtimizni qizartirib, turamiz, qip-qizil qilib, ajoyib qilib. Yana salgina qo'llansa bo'ldi. Piyozlarni so'raymiz. Piyoz, sebzini sasak, keyin shu bilan 3 kun dam olish bo'lib qoldi. 5-kun to'xtaydim. 6-kun bozor kuni, 1-kun, haftaning 2-kuni yuramiz. Vtornik soat 8 ga qo'yib qo'yibdi. Yuk tushiradigan joyim yaqin. 2 soatlik yo'l. Xudo xolasa ertaga ham damni olib, bir kun azondan yo'lga chiqib, yukni olib borib tushamiz. Birinchi Germaniyaga tushadi. Ikkinchi Avstriyaga tushadi. Menimcha piyozimizni saladigan vaqt ham keldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketdim. Aslan ko'rsatib boraman. Ana endi sebze, bismillahirrahmanirrahim, ketdi. Bolgarskiy ham bosh, bolgarskiy ham solamiz. Endi qapqog'ini bostiramiz. Shu bilan qovurilishini kutamiz buni asla. Xudo xolasa. Xudo xolasa buni suvini soldik, qaynab, suv singandan keyin birinchi yuboramiz. Shu bilan palovimiz tayyor. Mana hurmatli kuzatuvchilar, suvimiz yo'g'aldi, qaynab. Endi buni go'shtlarni olib, bu yaxshi qaynamaydi-da, go'shtlarni olib qaynatmasan, birinchini solmasangiz bu yaxshi pishmaydi. Shuning uchun buni hozir go'shtlarni olib отдельный qo'yib turamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana qaynab turibdi. Birinchini soldim. Endi kuzatamiz, xudo xolasa. Suvi sinib chiqsa damga qo'yamiz. Mana xudo xolasa qaynab suvi tortildi. Mana endi xudo xolasa damga qo'yamiz. Mana aziz kuzatuvchilar, oshimiz ham tayyor, xudo xolasa. Xorazmcha. Ajoyib bo'lib pishdi bu. Kelaverasizlar birgalikda yeymiz o'tirib palovxon to'rani.